Qaranglar, mana Chorrahaga keldinglar, uzuv-uzuvdan shunday o'ng tomonga o'tdinglar A palasaga. Agar shu A palasa bo'sh bo'ladigan bo'lsa, A palasaga o'tib turib, Chorrahadan o'tib ketasizlar-ku. Bu qoidabuzarlik hisoblanadi. Agar Chorrahadan to'g'riga o'tib ketsanglar, nariroqda o'ng qo'lda yo'l patrul xodimi turishgan bo'lsa, jarimaga tortilasizlar. Juda ehtiyot bo'linglar shu Chorrahaga kelganinglarda. Agar A palasa bo'sh bo'lsa, A palasaga kirib olmanglar. Shu o'zingizlarni bo'laginglarda o'tib ketaveringlar. Aslida videoni ko'rdinglar, xuddi shunaqa holatga duch kelib qolsanglar, A palasa agar bo'sh bo'ladigan bo'lsa, shatta o'ngga olib A palasaga kirib turib, Chorrahadan to'g'riga o'tib ketaman deb bunaqa ish qilib yurmanglar. O'ngga burilish mumkin, o'ngga burilib ketsa bo'ladi, muammo yo'q. Lekin Chorrahaga shuni to'g'riga o'tdinglar, to'g'riga o'tganinglardan keyin A palasaga kirmayapsizlar. Mayli, o'rta palasaga o'tyapsizlar. Ming o'rta palasaga o'tiladi, Aguniy palasaga o'tiladi, farqi yo'q. Muhimi Chorrahaga kelganingizda A palasaga kirib chiqib ketganingiz. Bu qoidabuzarlik hisoblanadi. Yo'l patrul xodimlari turishgan bo'lsa, jarimaga tortishadi. Juda ehtiyot bo'linglar. Videoga like bosib, do'stingizga tarqatib yuboringlar. Foydali bo'ladi. Salomat bo'linglar.